bo'ldi 50 ta jentraga atvet qilaman. Gap. Biznesimiz qilyapti. Misol uchun mana shu stakan olib kiradigan bo'lsa, Toshkentda nechta kofe joyi bor deb o'ylaysiz? Ko'p 1700 eng qizig'i tamoshni tanishim bor, ustiga vashi qo'yib chiqarib beradi. Voy, mana Moskva deymani qilish kerak. Zo'r. Примерно hisob-kitob prihodini hisoblab ko'rdim. Bir oyda 200 ming dollar. Bir yilda 1 million dollar undan ko'payga chiqaramiz yani. Chotki. Qilish kerak. Uzr ming bor suhbatinglar bo'lib qo'ydim. Ismingiz Abduvala emasmidi? Ha, Abduvala. Qayerda taniysiz? Bir 4 yil oldin Sibirda kofeda ko'rishdik. 5 ta oilangiz orasida shtayman aytayotibsiz. Hali ham boshlamadinglarmi? O'rda bu kofe tegmay tushmasak kel, oka. Tashqarida kofe ichib turasiz. Deysa qilinmaydi. Prosta gap bo'ladi, million, trillion haqida gaplashiladi, bo'ldi. Bu yo'lga o'tmay uyga borib esimizdan chiqarib olamiz. Tegmana. Yaxshi temada xolisiz 1 so'm pul tikaman, 5 so'm chiqarib berasiz. Yo'q, aka, shart emas. Yo'q. Mobodo 30 ming pulingiz yo'q, men kofe to'la olmaganida. Qolib ketdi. Oka, mana ham og'aynim chaqirganda, cho'masmi? Qanaqasiga men chaqiraman? Men kelganda o'zing shotdayding u. Uzr. Ey, men ketdim, suvib ketdim, uyga boraman. Suv ichib ketdi. To'xtab tur, zo'r mashina ekan, gelikni o'tadi. Mashinani nima qilaman? Ustimni kurtkaman men, suvib ketdim deyapman. Barmendan olib beraman o'z kurtkamni, oka? Ana kurtkasi berib turamiz. Og'ang qaysi tarafga ketasiz keyin? Metroga. Men ham chiqib olaysiz. Aka, shu telefon qolsam bo'ladimi telefoningizda? Telefonim o'chiq, aka, zaryadkasi yo'q edi. Nima qilyapsizlar?